Agar siz xotirangiz pastlikdan aziyat cheksangiz, ko'zlaringizni zreniyasi yaxshi ko'rmaydimi? Bugungi retseptni albatta sinab ko'ring. Bu retseptni ayniqsa maktab yoshidagi bolalarga sinab ko'rsangiz, darslarni o'zlashtirishi oson bo'ladi. Chunki shaxsan o'zim ham bu retseptni har doim o'quv paytida qo'llab turaman. Buning uchun bizga sabzi, limon va asal kerak bo'ladi. Sabzi bilan limonni birgalikda to'g'rab, ustiga asal solamiz va uni 10 kun davomida xolodilnikda saqlaymiz. Tayyor bo'lgan mahsulotni har ovqatlanishdan yarim soat oldin 1 stakan issiq suvga damlab ichib olamiz. Bu bizni jigarimizni tozalab, miya faoliyatimizni tiklab beradi va ko'zlarimizni ravshanligini oshiradi. Bu retsept homilador ayollarga, emizikli ayollarga, kichkina yoshdagi bolalar, yosh katta qariyalar barchaga bemalol mumkin. Agar sizda retsept haqida qanaqadir savol bo'lsa, kommentariy yozib qoldiring va men albatta bugun sizning savollaringizga javob beraman. Yo'qotib qo'ymaslik uchun esa saqlanib qilib olishni unutmang. Agar qaysidir dugonangiz xuddi shunaqa xotira pastligidan har doim aziyat chekib sizga savol beraveradimi? Unda albatta bu retseptni u bilan bo'lishing, zero unga qilgan yaxshiligingiz manfaatli bo'ladi.